qanaqa gap eshitgan ekanman, bu inson ochlikda ruh yengil bo'ladi, Allohim his qila olasan degan gap eshitganman. So bizanikiga qo'yib bersa borku, shu ochdan o'lib ketsang-da, shu och bo'lsang Alloh seni yaxshi ko'radi, ruhing ham seni mana shunaqa yaxshi ko'radi. Ovqatda nima qilasan, pulni nima qilasan, ishlama, boyima, ochdan o'laver deydi bizanikilar. Hey, tavba qilib bitta narsa aytib beraman sizlarga. Kecha bitta video chiqib qoldi oldimdan. Musulmon bilan kofir ikkalasi baliq ushlashga boribdi-da. Ikkalasi ham qarmog'ini tashlagan ekan. Kofir rosa ko'p baliq ushlabdi. Bizlar musulmonga baliq chiqmabdi. Kech bo'lib ketibdi o'sha. Keyin u kech bo'lib ketibdi-da, oxirgi marta tashlagan bitta katta baliq chiqdi-da. O'sha baliq endi qarmog'idan bunday ajratib qo'ldan sakrabdi-da, fut suvga tushib ketib qolibdi. Raso xafa bo'libdi ana musulmon. Ana bir qop baliq olib ketibdi kofir uyiga. Farishtalar bundoq qarabdi-da, Xudoga borib aytibdi-da, sen ne bunaqa qilding debdi. Ana kofir debdi, senga sig'inmaydi, какой-то bir kreska sig'inadi-ku o'rislar. U какой-то bir kreska sig'inadi. Men bu senga namoz o'qiydi, senga sig'inadigan odamga men baliq bermading. Bitta ham ushlamadi bechora. Adolatli eding-ku, ne bunaqa bo'ldi desa, Alloh shu yerda mana bunaqa javob berdi. Yaxshilab eshitdinglar. Sen bilmaysan-da debdi. Uni bu yoqda nimalar kutayotganini. U musulmonni baliq bermagan musulmonim debdi. Ertaga bu dunyoda Короче, ochil dasturxon kuttiribdi uni deganda, tushuntira oldimmi? O'shanda bu yerda sen bilmaysan uni nimalar kutib turibdi bu yerda. Uni ochil dasturxon kutib turibdi. U dunyoda ertaga u yerda bermaganim bilan bu dunyoda men u musulmonga uyib to'kib beraman deganda. Men shu yerda o'ylab turibman-da. O'shanda u musulmon ochdan o'lish kerakmi? U yoqda ochil dasturxon bor deb uyiga na baliq olib bormasa, na go'sht olib bormasa. Endi qarang, mana shuni eshitgan musulmon agar farishta kelib unga aytsa, Xudo shunaqa dedi, sen u yoqda zo'r dasturxon kutib turibdi ekan, bitta senga shart emas ekan baliq berish desa, ikkinchi kuni qarmog'ini ko'tarib chiqadimi musulmon? U chiqmaydi. Aytadiki, bali bermas ekan-ku bu dunyoda menga. U yoqda ochil dasturxon bor ekan deydi. U yo tadbiga borib, olma pish og'zimga tushdi. Anu ko'prasi ertasi kun yana keladi, yana bir qop baliq olib ketadi. Mazza qilib qovurib yeydi bola chaqasi bilan. Qolgan qo'shnisiga beradi yoki sotib olishi mumkin. Sotadi-da, pulini olib keladi, gazga to'laydi, svetga to'laydi, xolodilnikka go'shtlar olib kelib qo'yadi, mazza qiladi u. Bizlar musulmon esa u dunyoda uni ochil dasturxon kutibdi ekan deb unga baliq bermaydi. Video logika, mana shunga ishonib qolsa borku, bizlar musulmonlar mana shunga ishonib qolib harakat qilishmaydi. Buni tegida inson harakat qilish kerak emas degan.